Önümdarlıqni oshirishning eng yaxshi chorasi yo'q deyish. Bir ishni qilmaslik hamisha uni qilishdan tez bo'ladi. Bu bayon menga konu kompyuter programmasi loyihachiligidagi munu so'zni eslatadi. Shuni esingizda tutingki, hech qanday kodsizlikdek tez emas. Bu falsafa hayotning boshqa sohalariga mos keladi. Masalan, hech qanday yig'in ochmaslikdek tez bo'lmaydi. Bu hargizmi yig'inlarga zinhor qatnashmasligingiz kerak deganlik emas. Ammo reallik shuki, biz o'zimiz qilishni xohlamaydigan nurg'un ishlarga ma'qul deymiz. Echilishning hech bir hojati yo'q nurg'un yig'inlar echiladi. Qisqartib etishga bo'ladigan nurg'un kodlar behuda yoziladi. Qancha qitimlab kishilar sizdan biror ish qilishni talab qilganda, siz albatta bo'ladi deb javob berdingiz-yu, aradan 3 kun o'tar o'tmasdan qilishga tegishli ishlaringizning tog'dak dövünüp ketganligini ko'rib, ting'irqab qoldingiz. Biz boshqalarga o'zimiz ma'qul degan turuqliq, zimmamizga yuklanib qolgan ishlarning ko'pligidan ma'yuslanib ketamiz. Halbuki, shu ishlarni qilishning zarur yoki emasligiga savol qo'yib baxmay bo'lmaydi. Chunki bu ishlarning ko'pinchisi zarur emas bo'lib, bu jihatda oddiy ravishda yo'q deyishning unumi eng unumdor kishi bejara oladigan har qanday ishnikidan texmi yuqori bo'ladi. Ammo yo'q deyishning foydasi shuncha ro'shan bo'lsa, biz yana nimishqa davomli ma'qul deyveramiz? Biz nimishqa ma'qul deymiz? Biz nurg'un talablarga o'zimiz shu ishni qilishni xohlaydiganligimiz uchun emas, balki qo'pol, takabbur yoki yordam so'ymas deb qarilib qolg'imiz bo'lmaganlik uchun ma'qul deymiz. Odatda siz kelgusida takror bordi-keldi qiladigan kishilarga, masalan, xizmatdoshlaringiz, jo'ringiz, oilangizdagilar va do'stlaringizga yo'q deyishni o'ylashingiz kerak. Bu kishilarga yo'q deyish bakli qiyin bo'lishi mumkin. Chunki biz ularni yaxshi ko'ramiz va ularga yordam berishni o'ylaymiz. Yana texi o'zimizni doim shularning yordamiga muhtoj bo'lib qolamiz. Boshqalar bilan hamkorlashish hayotning muhim bir qismidir. Bu jihatda yo'q desam munosabatga ta'sir etadi degan xiyolning vazni biz boshqalar talab qilgan ishlarni qilishga ketadigan vaqt va energiyanikidan eshib ketadi. Shu vajidan qarshi tarafga javob qaytarganda adablik bo'lishning foydasi bor. Yordam qila oladigan ishlaringizda qo'lingizdan kelishicha yordam qiling. Yo'q deyishga to'g'ri kelgandimi, do'stona va tuz bo'ling. Ammo biz bu ijtimoiy omillarni o'ylashgan taqdirdami, nurg'unlarimiz yanala ma'qul yo'q masalasini yaxshi bir taraf qila olmaydigandek qilamiz. Biz doim atrofimizdagilarning ahvolini unumli yaxshilay olmaydigan yoki ularga hech qancha yordam tegmaydigan ishlarga haddidan ziyoda kuchab ketamiz. Bu jihatda yadroliq masalalardan biri bizning a va yo'qning ma'nosi haqida qanday o'ylanishimiz bo'lishi mumkin. Ma'qul bilan yo'qning farqi. Ma'qul va yo'q degan so'zlar doim bir-biriga silishtirilgachqa, ular suhbat jarayonida o'xshash vaznga egidek tuyuladi. Amaliyotda ular ma'no jihatdan qarama-qarshi bo'lib qolmasdan, vaznimi tamoman farqlidir. Yo'q deganingizda siz faqat birla tanlashga yo'qtayotgan bo'lasiz. Ma'qul deganingizda bo'lsa, o'zingiz ma'qul bo'lgan shu tanlashdan boshqa tanlashlarning hammasiga yo'q degan bo'lasiz. Men iqtisodshunos Tim Harfordning munu so'zini yoqtiraman. Har qitim ma'lum talabga ma'qul deganimizda, shu vaqtning o'zida qila oladigan boshqa ishlarning hammasiga yo'q degan bo'lamiz. Siz biror ishni qilishga va'da bergandan keyin, kelgusidagi vaqtingizni qanday o'tkazadiganligingiz allaqachon qaror qilinib bo'lgan bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, yo'q deyish kelgusidagi vaqtingizni tejab qala oladi. Ma'qul desangiz, kelgusidagi ma'lum vaqtingizdan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Yo'q zapas vaqt saqlashning bir xil shakli bo'lib, yo'q deganingizda kelgusidagi vaqtingizni o'zingiz xohlagancha ishlata olasiz. Ma'qul deyish bo'lsa, vaqt qarz olganlik bo'lib, bu qarzni kelgusidagi ma'lum vaqtda qaytarishingizga to'g'ri keladi. Yo'q qaror, ma'qul bo'lsa mas'uliyatdir. Yo'qning roli. Yo'q deyish ba'zida faqat huquqdorlarning imtiyozidek ko'rinadi. Darvaqa, huquq, pul va nopuzdan qo'pirilgan bexatarlik temiga tayonganda,
talablarni rad qilish texmi osonga to'xtaydi. Ammo shunisi ham haqiqatki, yo'q deyish nuqul holda oramizdagi utuqdorlarning imtiyoz emas. U ya'ni yo'q deyish o'z navbatida yana sizning muvaffaqiyat qozonishingizga yordam bera oladigan strategiyadir. Yo'q deyish kasbiy hayotingizning har qanday bosqichida taraqqiy qildirishingiz zarur bo'lgan muhim mahoratdir. Chunki u hayotdagi eng muhim mulkni, ya'ni vaqtingizni tejab qoladi. Mablag' solg'uchi Pedro Sorrentinoning aytganidek, agar vaqtingizni qo'g'damasangiz, kishilar uni sizdan o'g'irlab oladi. Sizni nishoningizga ilib bora olmaydigan har qanday ishga, jumladan diqqatingizni chechadigan ishlarga yo'q deyishingiz kerak. Bu haqda bir o'qirman menga mundaq degan edi. Agar yo'qni turmushga tatbiqlashning aniqlamasini kengaytsak, u amaliyotda unumdorlikni oshirishning yagona taktikasi bo'lib chiqadi. Chunki siz unumingizni texim oshirish uchun diqqatingizni chechadigan har qanday ishga yo'q deydigan bo'lasiz. Hech kim bu falsafani olma shirkatining sobiq xo'jayini Steve Jobsdan yaxshiroq gavdalantira olgan emas. U mundaq deydi: kishilar zehnni markazlashtirish, qilishga tegishli ishlarga ma'qul deyishni ko'rsatadi deb qaraydi. Lekin zehnni markazlashtirishning ma'nosi hargizmi bu emas. Aksicha, zehnni markazlashtirish kishining ko'z oldidagi o'z nishonidan boshqa yuzlagan yaxshi fikrlarga yo'q deyishidir. Bu jihatda cho'qim astoydillik bilan tanlash kerak. Bu yerda mundaq bir muhim tangpungliqni saqlash zarur. Yo'q deyish hargizmi qiziqarliq, ijodiy yoki istixiyalik ishlarni cho'rtli qilmaslikdan derak bermaydi. Aksicha, bu faqat sizning diqqatingizni markazlashtirgan asosda ma'qul deyishingiz kerakligidan derak beradi. Diqqatingizni chechadigan ishlardan qutulganingizdan keyin sizni to'g'ri yo'lda ilgarilatadigan har qanday fursatga ma'qul deyishingiz oqilanlikdir. O'zingiz uchun nimalarning qarg'a keladiganligini va nimalarni yaxshi ko'radiganligingizni bayqash uchun nurg'un ishlarni sinab beqishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Ma'lum bir projekt, xizmat yoki kasbning boshlanish bosqichida bu xil izlanish davri alohida muhim. Yo'qni kuchlantirish. Vaqtning o'tishiga olg'a ilgarilab utuq qozonishingizga ergishib, strategiyangizni o'zgartmasangiz bo'lmaydi. Siz utuq qozongan sari vaqtingizning fursat narxi shuncha oshadi. Dastlabda siz diqqat chachadiganligi ro'shan bo'lgan ishlardan qo'l uzib, qolgan ishlar haqida izlanasiz. Mahoratingizning o'sishiga hamda o'zingiz uchun nimalarning qarg'a keladigan, nimalarning qarg'a kelmaydiganligini farqlantirishni o'rganib olganingizda, cho'qim ma'qul deyish o'lchamingizni o'stirishingiz kerak. Bu chaqda siz yanada diqqatingizni chachadigan ishlarga yo'q deyish bilan bir vaqtda ilgari vaqtdan yaxshi foydalanganlik deb qaralgan ba'zi ishlarga yo'q deyish orqali vaqtdan texim unumli foydalanishni o'rganib olishingiz kerak. Boshqacha qilib aytganda, vaqtning o'tishiga ergishib, yo'qlaringizni a'lolashtirishingiz kerak. Yo'qni a'lolashtirish zinhor ma'qul demaysiz deganlik emas. Bu faqat normal ahvolda takliflarga yo'q deydiganligingizdan, faqat haqiqiy ahamiyatga ega ishlarga ma'qul deydiganligingizdan derak berdi. Mablag' solg'uchi Bert Bishorning so'zi bilan aytganda, yo'q deyish shu qadar kuchlikki, u ma'qul deyish fursatini saqlab qoladi. Umumiy yuzlanish qarmoqqa muntaqtaq qiladi. Agar siz diqqatni chachadigan nachar ishlarga yo'q deyishni o'rganib olsangiz, oxirida cho'qim yaxshi, ammo eng yaxshi bo'lmagan takliflarga yo'q deyish huquqingiz bo'ladi. Yo'qni qanday deyish kerak? Ko'pinchimiz ma'qul deyishga bak aldirab, yo'q deyishga qiyriqlik qilamiz. O'zingizning bu jihatdagi ahvolingizning qandaqligi haqida o'ylanib beqishingiz zarur. Agar yo'q deyishda qiynalib bo'lsangiz, men yuqorida tilga olgan Angliyalik iqtisodshunos Tim Harfordning tuvandagi strategiyasi sizga foydali bo'lishi mumkin. U mundaq deb yozadi: bu jihatdagi bir taktika, agar mendan talab qilingan shu ishni bugun qilishim kerak bo'lsa, uningga ma'qul darmidim deb so'rashingizdir. Chunki kelgusi haqidagi har qanday va'da qanchalik yiroqda bo'lishdan qat'iy nazar, hamon bir kuni ko'z oldingizdagi masalaga aylanadi. Agar bir fursat sizni shu topda qilayotgan ishlaringizni tashlab qo'ygudek darajada hayajonlantira olsa, undaqda uningga ma'qul deng. Agar undaq bo'lmasa, bu vaqt cho'qim obdan o'yinlashingiz kerak. Ya'ni
agar boshqalar sizdan biror ishni qilishni talab qilsa, sizning tunji inkosingiz "Ah, Tangrim, bu ish qoltisgan bo'lsa, shu ishni qiling." Agar u ish sizni hayajonlantira olmasa, uni qilmang. Har qitim qaror chiqarish kerak bo'lganda, bu savolni o'zingizdan so'rashni esingizga olishingiz mumkin emas. Ammo bu charni pat-pat sinab turish yanada foydalidir. Yo'q deyish qiyin bo'lishi mumkin. Ammo u yanada ma'qul degandan keyin shu va'dani ishga oshirishga qaraganda osondir. Yozuvchi Mike Darianoning ko'rsatib o'tganidek, va'da bermaslik va'daga vafo qilmaslikdan osondir. Sog'lomlik haqidagi tuvandagi haqiqat unumdorlik uchunmi kuchga egadir. Bir o'lish oldini olish, bir o'lish davolashdan unumlikdir. Yoqning kuchi. Munosabatsiz ishlarga isrof qilingan energiya ishlarni unumsiz qilganda xo'rgan energiyadanmi ko'pdir. Bu xil ahvolda shallash, a'lolashtirishdanmi bakrak qarg'a keladi. Peter Drucker shundoq degan: "Qilinmasligi kerak bo'lgan ishni unumli qilishdanmi bema'ni ish yo'q."